Bu balig'ida o'zimiz ham necha marta borib Dubayda yeganmiz yaqinlar. Endi mana buvaydalik akamiz o'zlari kelib mana shu pishiryaptilar. Aka xudo xolasa. Xo'p, mana bu sazan, keyingisi ham sazan, sazan. Mana bu tavsalov, oq baliqlar. Xudo xolasa mangalda baliq yemoqchi bo'lganlar bemalol endi Farg'onada hozir lokatsiyasini ham aytaman, kelaverasizlar. Ko'rib turganlaringdek G'o'zapoyani cho'g'ida bo'ladi, aka bu. G'o'zapoyani cho'g'i zo'r aytadi bunga. Bexijolat dastavka qildirsalar ham bo'ladi shahar bo'ylab. Dastavka qildirganga Pepsi beryapmizmi hozir? Bitta Pepsi beriladi. Undan tashqari tovuqni ham mana yaqinlar sayraydigani bor, qoqoqlaydigan tovuq mana. Yaqinlar 35 mingga yarimtasi. Bexijolat kelaverasizlar. Hozir ichkariga olib kelib joylarini ko'rsataman. Oldin lokatsiyani aytaman. Bu tomonimiz mana aeroportdan tushib kelish, ko'rib turganlaringda, aeroportdan tushib kelganlaringda o'ng tomonda Voydod degan oshxona. Bu tomon endi Vaydan, Dishovkani ko'chasidan, Taksi parkdan to'g'ri kelganlaringda. Hozir olib kirib joylarini ko'rsataman, lekin balig'ida bitta tatib ko'rmasalar ham bo'lmaydi. Ishoninglar, buni ta'mi, buni vkusi qovurilganga, dimlanganga umuman o'xshamaydi. Boshqacha narsa bo'lyapti. Ko'p joyda duxovkada pishiriladi mana. Ko'rib turibsizlar, joylari bexijolat kelib bitta tatib ko'rib, kommentariyada javoblarni kutib qolaman. Jonlaring sog' bo'lsin. Shu baliqxo'r yaqinlarga video tashlab beringlar, baliq sezoni ochildi yaqinlar.